Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Zulüm ve onun ictimai hayattaki görünüşleri. Zulüm sözünün lügattaki manisi bir narsani öz orunda koymaslık, işlarni layık bo'lgan şekilde kılmaslık deganlik bo'ladi. Qisqasi, qilishga tegishlik ishni joyida qilmaslik va uni boshqacha qilish zulm. Islom atalg'usida haqsizlik qilish, nohaq ish qilish, uvol qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Ammo zulm so'zidan mas'ullarning qo'l ostidagilarga va hukumatlarning xalqqa zulm qilishini tushunib olish bu yetersizlik. Chunki zulmning turlari intayin ko'p. Hayotning hamma sohalarida va insonlarning nurg'un ish harakatlarida gap so'zlarda dügüde ko'rilib turdi. Zulm aslida 3 xil bo'ladi. Biri Allohga haqsizlik qilish, ikkinchisi Allohning mahluqotiga uvol qilish, uchinchisi o'ziga o'zi zulm qilish. Allohga haqsizlik qilish degan Allohni inkor qilish bilan bo'ladi. Val kafiruna humuz zalimun deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Ya'ni kofirlar zolimlardir. Haqsizlik qilg'ichlardir deydi. Yana Allah'a şirk keltiriş bilen mi buludu? İnne şirke lazımlun azim. İnne şirke lazımlun azim. Şaksiz ki Allah'a şirk keltiriş çok haksızlıktır deydi. Başkalarına zulüm kılış. Bu başkalarının hak hukukunu defsendi kılış. Ulanı ziyan uçurtuş bilen buludu. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Sizlerden burunki ümmetlerini zulüm kılganlık için halak kıldı deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü üzüge üzü zulüm kılış. Bu nefsi şeytanın arkasına kiriş, Allah Teala'nın emir parmağlarını urundumaslık ve günah mesiyetini sadır kılış bilen buludu. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz ularga zulüm kılmadık, lekin ular üzüge üzü zulüm kılgan ide deydi. Zulümün hemmisi kat'i haram, yani çeklengen iş. Çünkü Allah Teala zulümün hemmisini çekilgen. Zulüm kılgıçılar çokum cezasını tartıdı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insaniyeti kartıp, sizlerden kimki zulüm kıldıken, onunla biz çok azabımızı tehdit etmeyiz diyen. Peygamber Aleyhisselam zulüm kılıştan sakınırlar. Çünkü zulüm kıyamet günü de zulmetlerge ayrıldı diyen. Ülemalar bu yerdeki zulmetlerini zulüm kılgıçının yolunu tosuduğun karanlıklar ya ki onun beşiğe kıldığın zor kıyınçılıklar dep şerhilgen. Zulümün türleri intayin köp. Birinci erlerinin ayallarına zulüm kılışı. Bu en köp uçraydığın ve en ağır zulüm türü. Erlerinin ayallarını hak hukuklardan men'i kılışı. Ulardan küçü yetmeydiğin işlerini talep kılışı, uları cismani ya ki manevi taraftan eziyet verişi, bazı erlerinin ayallarını urup dumballışı, qatarlıq zulümler İslam talimatları tatbiq kılınmagan ailelerde ve İslam'ın ruhidan yirak cemiyetlerde köp uçraydı. Bunun aksice bazı ayallarının erlerge zulüm kılışımı reallıkta körülüp durduğun ahval. Bazı ayallarının erlerini takip etmeydiğin işleri zorlaşı, ulardan koludan gelmeydiğin işlerini talep kılışı ve ularga iktisadi ahvali yol koymaydiğin şekilde taleplerini koyuşu Allah ayallarının erlerge zulüm kılganlığı hesabında. Ayallar eğer şunda haksızlık kılsa erlerinin haramga yıkılışıp kalışı ihtimali köp buludu. Çünkü o mecburlanıdı. İkinci, ata-analarının balalarını terbiyeleş işlerde özlerinin mecburiyetlerini tuluk ada kılmay, ularga uval kılışı. Bu mu nihayeti köp tarqalgan bir ahval. Ata-ana balalarını yaxşı kiygizdim, yaxşı baktım, issiq suqaqda qoymadım, qusqini aç qoymadım. Men baktım, haqqını ada qildim deb o'ylashi mumkin. Ammo bunchilikni boshqa hayvonlar mı qildi, uchar qushlar mı qildi, boshqa hayvonlar mı o'zining bolasini boqidi va kuyinadi. Insonning farqliligi insonni, bolalarni insoniyatga foydali, insoniyatga manfaatli, haqiqiy dindor, Allohni, vatanni suydigan yaramli qilib yetishtirish va o'qitish, tarbiyalash. Bunu cahide kılmagan adam balalarga uval kılgan buludu. Üçüncü,
balalarning ota-onasini qaqshitishi va ularga qattiq qilib xizmat qilmasligi. Balalarning ota-onasiga qattiq qilib xizmat qilmasligi, ularni gap so'zda yoki muomalada ranjitib qo'yishi, ularning ko'ngliga azor beradigan ishlarni sodir qilishi ularga zulm qilganligidir. Bu zulmning eng ig'iri. 4-chi, qo'shnilarga azor berish va ularning haqqini ado qilmaslik. Shaksizki qo'shnilarni bearam qilish, ularga aziyat berish va qo'shnilarning haqqini ado qilmaslik ularga zulm qilganlikdir. 5-chi, boylarning yo'qsullarga zulm qilishi, qo'l ilkida bor kishilarning o'z urug' tuqqanlari, qo'shnilari ichidagi yo'qsullarga tegishli haqqini bermasligi, zakot farzini ado qilmasligi, sadaqa, xayr, saxovat degandek xolisona yordamlarni tark etishi ularning yo'qsullarga zulm qilganligi. 6-chi, urug' tuqqanlarga zulm qilish. Tuqqandarchilikni davomlashtirmaslik, urug' tuqqanlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilmaslik ularga zulm qilganlik bo'ldi. 7-chi, muallimning o'quvchilarga zulm qilishi. Muallimlarning o'quvchilarni yaxshi tarbiyalamasligi, qattiq qilib yaxshi o'qitmay, ularning umrini zayi qilib o'tishi yoki ularning imtihonda ko'chirib topshirishga ko'z yumishi yoki o'quvchilar orasida adolatlik bo'lmasdan ba'zi o'quvchilarga ko'ngil bilib, ba'ziga ko'ngil bilmasligi va yoki haqsizlik qilib, o'zi yaxshi ko'radigan o'quvchilarni sinf o'tkazib, o'zi yoqtirmaydigan o'quvchilarni sinfda qoldirib qo'yishi qatorliq qilmishlarining hammasi o'quvchilarga zulm qilganligi bo'lib hisoblanadi. 8-chi, musulmonlarga zulm qilish, ya'ni musulmonlarni ularning fikr aqimi yoki mazhabi yoki millati sababli chetga qayqish. Ularga muomalada adolatsizlik qilish va yoki ularning haq huquqini dafsanda qilish, tuhmat chaplash, g'iybat qilish, masxir qilish, haqqini yevilish, aldash, yolg'on guvohlik berish, xiyonat qilish, hasad qilish, laqam qo'yish, aybini izlash qatorli qilmishlarning hammasi ularga zulm qilganlikdir. Bir musulmonning yer bir musulmonga yomonlik qilishi amaliyotda o'ziga yomonlik qilganlikdir. Chunki musulmonlar bir gavda. 9-chi, musulmon emas kishilarga zulm qilish. Musulmonlar musulmon emas kishilarga yaxshi, adolatli va to'g'ri muomala qilishga buyurilgan. Barliq muomala turlarida ularga ayrimchilik qilmasdan, haqsizlik qilmasdan, to'g'ri va adolatli muomala qilish, moddiy va ma'naviy jihatlardan qo'ldan kelishicha ularga insoniy yordam qilishga buyurilgan. Alloh taolo bu haqda bizga tavsiya qilib bunday degan: boshqa dindikilardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Alloh ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga odil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Alloh adolat bilan ish qiluvchilarni yoqtiradi. 10-chi, hayvonlarga zulm qilish. Hayvonlarga ko'tarilmaydigan og'ir yuklarni artish, ularni yaxshi boqmay och yoki suvsiz qo'yish, urib qiynash, o'q etish mashqlarida nishon qilish, ularni bir-biri bilan so'qishtirish. Masalan, biz kichik vaqtimizda ittalashtirish, xo'roz cho'qishtirish, qo'chqor usishtirish qatorliq qilmishlar bor edi. Bularning hammasi hayvonlarga zulm qilganlikdir. Hatto hayvonlarni bo'g'izlashdimi, qattiq qo'lliq qilish cheklanadi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda Allah hamma narsaga rahim shafqat qilishni putyapti. Mol bo'g'izlaganda yaxshi bo'g'izlanglar, pichoqni ittiq qilinglar va molning jinini qiynamasdan chiqaringlar deb ko'rsatgan. 11-chi, yolg'on so'zlash va so'zni turmaslik. Yolg'on so'zlash eng cho'ng haqsizlik va qabih zulm. Chunki yolg'on aytgan odam Allah Taala cheklagan yolg'on so'zni so'zlash bilan o'zini Alloh taolaning azobiga tegishli qilgan bo'ldi, ham boshqalarni bu yolg'on so'zga ishontirish bilan ularga ziyon zahmat yetkazgan bo'ldi. Bularning har ikkilisi zulm qilganlik bo'ldi. Haqiqiy musulmon odam hargiz yolg'on so'zlamaydi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom musulmon odamning o'g'irlik qilishi mumkinmi deb so'ralganida, ha, mumkin deb javob bergan. Musulmon odamning zina qilishi mumkinmi deb so'ralganda, ha deb javob bergan. Yana musulmon odamning yolg'on aytishi mumkinmi deb so'ralganda, yo'q deb javob bergan. Shuningdek, so'zida turmaslik, va'dalashib qo'ygan odamga qarata qilingan eng cho'ng zulm. Chunki bir odamga va'da qilib qolib, u odam uning va'dasini kutadi, ya bir yerda uni kutadi, ishini tashlab uni kutadi, ammo u kelmaydi, va'dasiga amal qilmaydi. Shuning bilan qarshi tarafning umrini, vaqtini zayi qilgan bo'ldi va unga haqsizlik qilgan bo'ldi. Mana bu zulmning o'zi.
13-si sodada aldamçılık qilish, satmoqchi bo'lgan malning aybini yushirish yoki yolg'on so'zlash, satmoqchi bo'lgan mallarga boshqalarning markalarini o'g'irlik shaplab setish, tarazida yoki o'lchamda kam tartib berish, xaridor emas birini xaridor o'rnida ko'rsatib, uni yuqori bahoda talab qildirish orqali rostilla oldigan xaridorlarni aldab tovar setib olish, chorva mallarni setishga elib chiqishdan burun maxsus dorilar bilan yolg'ondan samirtib xaridorlarning ko'zini bo'yash qatorliqlarning hammasi sodada aldamchilik qilish orqali kishilarga zulm qilganlik. Endi bu zulm haqiqatan ig'ir gunoh. Alloh taolo zulmninki nurg'unlarning jazosini mushu dunyoda berdi. Oxiratda uni jazosini to'liq berdi. Endi mushu dunyoda o'zimizning anglagan va ko'rgan, reallikda ko'rgan ishlarimizda Alloh taolo ba'zi zulmlarning jazosini berib kelaylik. Ulamolardan biri mundaq bir qissani so'zlab berganda, bu Suriyaning shu Damashq shahrida bir yosh ayol bilan yashaydi ekan. Uning bir singlisi endi shu turmushga chiqmay akasi bilan birga yashaydi ekan. O odammi noit shafqatsiz, o ayolmi uningda bak shafqatsiz ekan. Ular shunda bak buzak qilib xizmat qildirgan hamda uni. Shunda izid ekan ikkisi. O'zining singlisi hamda erning o'zining singlisi. Bir kuni ayoli bilan tomoq yeb o'tirdi ekan. O singlisi uningda pasaq yoda choy ichib o'tirdi ekan. Uma su akib bergan deb puti bilan tepib, shu singlisicha puti bilan tepib nima qilibdi? Shuning bilan bu singlisi u yerda noyta bak qattiq azoyib shu bir ko'ngli qattiq bir aram bo'libdi hamda. Undan keyin bu aksi, o kishi uyning egisi bir ikki kundan keyin shu Halab shahriga mashina bilan bir yerga ketibdi bir ish bilan. Yo'lda qazoga uchrab, shuni tepgan puti mushu tizidan şu üzülüp gitibdi faqat. Ama buna bir ulama hikoya qilganlardi. Endi yana deydi, mushu Suriyada, Suriyaning Damashq shahrida Muhammad Ratib Nablisi deydi. Yo'lda ketib bo'lsam bir odam kelib, "Voy qaraslar, sizlar masjidning imomigo, endi mushunda bir nahaq ish bo'lyapti, qaraslar. Bir odam ballarının rizqini tepish uchun men bir do'kon ochibdi, bir oy bo'lgandi. Do'kon ochib o'tirsa, tuyuqsiz bir yerdan qalaymaqan atgan o'q kelib, uningki mushu o'shnisiga tegib, shuning bilan palaj ulab qoldi. Bu qanday gapdi degan men uqmayman, endi bu deb ketdim deydi. Uningdan keyin bir haftadan keyin boshqa bir kishi menga shu kishi to'g'risida deb berdi. Palajlab qolgan kishi to'g'risida deb berdi. U kishi asli akalarininki balalarining uyini rasmiy tatib olib o'tirgan ekan 12-qatda shu Damashqda bir imoratda. Akalarininki balalari noiti kambag'al va bak uyga ehtiyojlik, pulga ehtiyoj shunda ekan, necha qatim tag'isiga uyimizni qaytarib berang desa, bag'il unimabdi. Bir kuni ashaninki cho'ng masjidning imomining qishqi berib, bunda qaytarib bermadi, uyimizni biz talada qoldik. Bizning tag'amga bir gap qilib bersangiz degandan imom alaydi kelib uningga "Ma haqni qaytarib bergan" desa, qat'iy yaqin kelmabdi, "Mening haqqimni bermayman" deb. Bermagandan shuning bilan u imom debdi o nimaga? Ballarga debdi-da. Endi tag'anglarga gapingni o'tkazamidinglar. Endi shu Allohga duo qilinglar. Allohga duo qilsanglar, Allohninki so'zi o'tidi debdi-da. Shu oqshimi soat 9da debdi shu gapni. Atdigan soat saq 12 soatdan keyin atdigan soat 8da u tag'isininki shu murisiga o'q tegib, o shu shunday palajlab qolgan ekan. Demak, bu hayotda nurg'un ishlarningki qissinin har qanday qissinin biz to'liq qissiningki yerimini anglaymiz va davomini anglaymiz. Beshini mi anglasak, beshini nima bo'lgan, nima bo'lgan. Alloh taolo nurg'un ishlarda bu mush dunyoda o'zining adolatini ko'rsatdi. Hamda Alloh taolo adolatini qiyomat kuni to'liq ko'rsatdi. Mush dunyoda mu ba'zi ishlarda o'zining adolatini ko'rsatib qo'ydi. Chunki mush insonlar shu boshqalarga qilib qo'yganlik uchun jazosini tatqanlamdi.
Mesela yana birisini deydi, bir mahkemega bir odamni qasam qilib berishga akibdi. 50 milyon dollarninki masalasi ekan. Shuni yolg'ondan setib olib bir odamni sana pul beraman deb qasam qilib bergan shohidlik deb akibdi-da. Akaganda ham shu Qur'onni tutib qasam qilgan gapgan mahkemada. Şu Allah'ın namı bilen qasam qilgan meselesi maqdab şu Qur'onga qulni shunda qo'yapti. Yolg'ondan deb shohidlikni biribdi, shohidlikni birib bo'lgandan keyin qulni kütəməy turamiz Qur'ondan. Qulağını kütə deb adamның qışqı basa, adamның cin çikitibdi oturub, cin çikitilikən. Ayda üləylikən də. Əmdə yana Muhammed Ratib ibn Ablisi deydi, şu Saudi Arabistanның ciddi şəhərdə bir yerə bir nimələ miyada məktəbi uqar deyimiz. Türkiyədə əmlakçı deydi, quruluşçular, öy salmaqçı olub bir sahralıq bir ərəbninki yaxşı bir ziminini setibdi. O sahralıq ərəb onunki nimisini qimmetini bilməydigan. Burunqi zamanda azan ep qo'ygandan keyin onu bilmagandan keyin onun intayin yo'q hisobida bir pulga setibdi 3 sherik. Setib olib 14 qavatlik bino sepdi onunğa. Ama o ərəb kambag'al adam ekan, lekin bilmagandan keyin setibdi-da o. 3 qavatlik binoni silib, şu binoni silib butkul qo'yib qolgan vaqtida 3 şerikning biri şu üstüden yiqilib tushib, 14-chi qavatni yiqilib tushib o'libdi. İkincisi yo'lda ketib qolganda mashina izvetib, mashina besib olib o'libdi. Shuning üçüncüsü bu qo'qab ketib bu ishdan, shu arabni tepib haqqini bəsam bo'ladi deb 6 oy izlabdi uni. 6 oy izlab surashtirib, eng oxir tepib arabga haqqini to'liq topshiribdi. Bunu bu Muhammed Ratib ibn Ablisi deb birden bir ulama hamda. Aşundaq işlandi. Bu dünyada hech qanday bir ishninki sababsiz bo'lmaydi ekan. Biz har qanday bir qissani anglasak, har qanday bir voqealikni, ichinarlik ishlarni anglasak, shu ishlarni agar surishtirib baqsak, beshini surishtirsak, shu odam boshqalarga qilib salgan shu. Başqalarga qilib salgan, shuning jazosini Alloh taolo ko'rsatgan. Shunga muhim bo'lgani, buningda nima dars chiqadi desa, biz boshqalarga yomonlik qilmaslik, zulm qilmaslik, haqsizlik qilmaslik. Haqsizlik qilsang, yo o'zingga, yoki bolalaringga, yoki navrilaringga. Bizning ahvolimiz shu o'yna, shunga o'xshash. Tushungan odam tushunadi. Ata-onasi qilib qo'ygan bo'lsa, boshqalarga navrilari, avlodlari shuni tatib qoladiqamdi, tatib qoladi bu dunyoda. Shunga haqsizlikni, zulmni hargiz qilmaslik kerak. Bu cho'qim bir yerdan chiqadi. Hargiz unda ketib qolmaydi u. Qilib oldim, deb oldim degan bu ketib qolgan ish emas. Buning cho'qim bir yerdan chatiqi chiqadi. Shunga shundan saqlanish kerak. Alloh taolaning adolati bu dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin cho'qim tutadi. Allah Teala bizni zulm qilmaydigan, haqqani ish qiladigan yaxshi bandalardan qilsin. Amin.